Bugun biz internetdagi top 10 ta mashhur blogerlarga Telegram Messenger orqali yozib ko'ramiz. Mr. Beast yozibdi. O'qiyotganlarga yoqimli ishtaha, ko'rayotganlarga yoqimli xo'rdiq tilaymiz va yangi bombardier videoni boshladik. Mana o'rtoqlar, biz birinchi yozadigan odamimizga o'tib oldik. Birinchi yozadigan mashhur blogerimiz bu Islom Davron. Islomov Davron. Bu blogerimiz mana shu yerda chiqarib qo'yamiz. YouTube'da normal auditoriyalari bor. Qoldi, mana shu yerda chiqarib qo'yamiz. Davron AC degan nom bilan tanilgan bloger. Bularga nima deb yozib ko'ramiz? Davay. Salomdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bro. Bu bloger ancha vaqtdan beri video chiqarmayapti, nimagadir. Shuni hozir so'rab ko'ramiz. Okey. Nega 3 oydan beri video chiqarmadingiz. Shunaqa yozib ko'rdim va sizlar qanaqa yozishni xohlasanglar, ya'ni kimga qanaqa fikr yozishimni xohlasanglar komment yozib qoldiringlar. Hammanglarning fikringizni o'qib, iloji boricha o'sha fikrlarni bu videoda, ya'ni ikkinchi qismda yozishga harakat qilamiz. O'rtalar aytgancha hammanglarga kattakon rahmat. Sizlar 400 ta obunachidan oshirdinglar. Hammaga minnatdorman o'rtalar. Keyin 100 ta obunachi bo'lgandan keyin bilsanglar, eksperiment olaman degandim. O'chmaydigan gugurt bilan ash eksperimentni men oldim. O'tib ko'rishinglar mumkin. Unda ham qanchadir 1000 ta prosmotr bo'lgan. O'rtalar, agar meni sizlar 500 ta obunachi qilganlaringizdan keyin men o'rtalar mafiyani birinchi qismini olaman. Ya'ni hali olmaganman mafiya o'yinini. Obunachilarimiz bilan, ya'ni 10 ta obunachimiz bilan olaman shu videoni. Sizlar kanalga obuna bo'lib, tezroq videoga like bosib, tezroq qo'llab-quvvatlab turinglar. Endi biz ikkinchi bloger, ya'ni mashhur blogerga yozib ko'ramiz. Ketdi. İkinci yozadigan blogerimiz bu Omonxon. YouTube'da million obunachisi bor va million obunachisi bilan Instagramda ham ancha taniqli bloger. Omonxonga Telegram orqali yozib ko'ramiz. Mana shu yerda chiqarib qo'yamiz buni ham. Assalomu alaykum bro. Ko'rgan bo'lsangiz, Omonxon ko'p qo'rqinchli videolar bilan tanilgan bloger. Omonxon akadan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum Omonxon, yaxshimisiz? Ko'p videolarini ko'rgan bo'lsangiz, shitir ovozlar chiqadi, qanaqadir bir hiylali ovozlar chiqadi. Ana shu ovozlar rostmi yo o'zlaringiz hayb qilasizlarmi so'rab ko'ramiz. Okey, mana Omonxonga ham yozib oldi o'rtoqlar mana. Assalomu alaykum bro. Sizni qo'rqinchli videolaringizdagi shitir ovozlar rostdanmi? Ovozlar biladi. Bosh mana Omonxon bro, sizni qo'rqinchli videolaringizdagi rostdan ham shitirlagan va strashniy ovozlaringiz eshitiladimi? Yoki uyushtirasizmi deb yozib qo'ydik. Shuni ham bilib olamiz o'rtoqlar. Omonxon akani prям fanatiman men ham. Agar yozib qolsa, hayron qolardim. Bizda 3-blogerga o'tsak o'rtoqlar, 3-blogerimiz bizani Omonxonni oldida yuradigan Maqsud. Mana shu yerda chiqadi. Bana Maqsud ham kibr bo'lmasa yaxshi bo'ladi. Mana Maqsudga Maqsud okey. Assalomu alaykum bro. Hammaga shunday assalomu alaykum bro deb yozamiz. Qaranglar, Omonxonni oldida yuradi bilsanglar Maqsud va Omonxon qancha pul beradi shuni so'rab ko'ramiz. Masalan,
Assalomu alaykum bro. Omonxon videolaringizda chiqib berishingiz uchun Omonxon sizga oylik yo yillik qancha pul to'laydi? Ana shuni so'rayman. Mana o'rtoqlar, Maqsudga ham yozib oldik. Maqsud bro, bilet. Davay. Assalomu alaykum bro. Siz Omonxon videolarida chiqishingiz uchun Omonxon yillik yoki oylik qancha pul to'laydi deb savol berib ko'rdik. Keyingi blogerga o'tdik. Qolgan blogerlar fikrini bir kundan keyin bilamiz, ya'ni 24 soatdan keyin bilamiz. Keyingi mashhur bloger bizada hozir Fayozov. Voy bilan. Fayozov akkaunt blok bo'libdi. Bu Telegram lichkalarni men Telegram kanalimga o'zimni Telegram kanalimni tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga mana shu QR koddan screenshot qilib kirsangiz bo'ladi. Или pastda kommentariyada описаниеda zakrbit qilib qo'yaman o'rtoqlar. Bemalol kirib Omonxon, ya'ni Mr. Beastga ham yozamiz biz. Hammasini Telegram lichkasini o'tib yozishinglar mumkin bemalol. Bile, bo'la Fayozovga yoza olmas ekanmiz, bitta kamaydi. O'rtoqlar, biza keng o'tadigan blogerimiz bu Islom aka Abdujabborov, ya'ni Unwanted Boys. Unwanted Boysga ham yozamiz, bilet. Unwanted Boysga nima deb yozsam ekan? Assalomu alaykum bro. Unwanted Boysga qaranglar, nima deb yozamiz? Toshkentda yashamayman-da, agar Toshkentda yashaganimda videoga taklif qilardim. Nima deb yozamiz Unwanted Boysga? Assalomu alaykum bro. Qaranglar, nima deb yozamiz? Mana o'rtoqlar, Unwanted Boys, ya'ni Abdujabbor, voy bilet, ismlari nima edi? Hozir Pashshi Unwanted Boys egalari Islom Abdujabborov akaga ham yozib oldi. Assalomu alaykum bro. Siz nega futbol o'yinlarida kam qatnashasiz? Nima uchun? Siz lidersiz deb yozdik. Ya'ni komanda lideri Islom aka Abdujabborov bo'ladi, lekin ko'rgan bo'lsanglar, hamma videolarda o'zi umuman qatnashmaydi. Nima uchun? Ana shuni javobini bilamiz agar javob yozsalar. Keyingi blogerimiz o'rtoqlar, hammaga taniqli Komol Qo'xorov, ya'ni Komol aka Qo'xorov brat. Faybile Komol aka Qo'xorov. Okay, men Komol Qo'xorovni juda ham mashhur inson sifatida hurmat qilaman, chunki Omonxon Komol aka juda kibrmas, qaniydir bir oddiy odamlarni bilaman. Assalomu alaykum. Bir hammaga mana Komol akaga ham yozib oldik. Assalomu alaykum bro. Okay, Yaponiyagami, Koreyagami o'shada payt yaqinda sayohat qilgan joyingizda qizni qayerdan topdingiz va unga video olish uchun qanday ko'ndirdingiz deb smaylicha bilan tashab qo'ydi o'rtoqlar. Bu Komol akaning fikrini 24 soatdan keyin bilamiz o'rtoqlar. Yozadigan odamimiz bana. Nizamo S. Okay, yangi video chiqardi yaqinda. Nizamo S. Yangi video emas, men aytsam uni. Yangi klipga o'xshagan qo'shiq chiqardi. O'shani so'rab ko'ramiz. Okay, yangi klipingiz Instagramga chiqardi-ku. Yangi klipingiz qancha pul ketdi o'shanga deb so'rab ko'ramiz. Mana Nizom S bratga ham yozdik. Assalomu alaykum bro. Siz yaqinda Instagramga qo'ygan klipingizga qancha xarajat ketdi deb yozib qoldirdik. Bu bratga ham nima deydi, xabarini 24 soatdan keyin bilamiz. Bizda keyingi yozadigan mashhur insonimiz bu Mittimi, ya'ni Ulug'bek aka. Qaranglar, Ulug'bek akaga nima yozamiz, qaranglar. Ana nima yozsa bo'ladi? Salomdan boshlaylik. Assalomu alaykum bro. Salomdan boshladik va nima yozamiz Ulug'bek akaga. Qaranglar, sizlar Ulug'bek aka, ya'ni Mitti Vine egasi Ulug'bek akaga nima yozgan bo'lardinglar agar sizlarda shunaqa imkon bo'lganda? Bo'lishi mumkin o'rtoqlar. Men bu yerda Telegram yana aytayapman, QR kod bor va Telegram yoki bilet Telegram, qanaqa Telegram? Описание
kommentariyada zakribet qilib qo'yaman Telegram kanalim silkasini va Telegram kanalim silkasiga hamma shu yozgan mashhur insonlarni lichkasini tashlab qo'yaman o'rtaga. O'tib bemalol yozishinglar mumkin. Mittvangni assalomu alaykum bro. Ulug'bek okaga yozib oldik. Assalomu alaykum bro. Oka Jilimi chaqmoq Makvini sizdan ham mashhurroq bo'lib ketdi deb so'rovni belgisini qo'yib, kulgan smaylichani tashab qo'ydi o'rtoqlar. Buni ham javobini 24 soatdan keyin bilamiz. Bizda keyingi yozadigan mashhur insonimiz bu o'rtoqlar. Hammaga tanilgan butun dunyo taniydigan Mr. Beast. Stop bo'li. Mana Beast brat, bana вообще aniqli-yu. Qarang, nima yozaman? Instagramdan birinchi perevod qilish kerak. Mr. Beast bratga yozib oldik. Yo'q, hali emas mana. Hello bro, are you planning to come Uzbekistan? Please answer me. I am waiting for you reply deb inglizchada yozib oldim. Men assalomu alaykum bro, O'zbekistonga kelish niyat bormi? Iltimos sizni hurmat qilaman va javob kutaman deb yozib oldim. Buni ham Mr. Beast javobini ham yozadimi o'zi yo'qmi? Yozmasa ham kerak, yo'q, qaramasa ham kerak. Bizning keyingi oxirgi yozadigan mashhur insonimiz bu bitta bloger javob yozdi. Lekin kimligini 24 soatdan keyin tilim qamashmay qoldi. Bitta bloger javob yozdi. Buni javobini 24 soatdan keyin sizlar ko'rasiz. Davay. Oxirgi yozadigan bizning mashhur insonimizda bu mana o'rtalar oxiri Cristiano Ronaldoni lichkasini topib oldim, pastroqqa tushib ketibdi. Bu bratga yozib ko'ramiz. Voy, salqol assalomu O'zbekiston sila, O'zbek sila. Cristiano Ronaldoga Google Translate dan topamiz. Google Translate. Okay. Google Translate dan topib yozamiz Ronaldo trollatiga mana. Cristiano Ronaldoga ham assalomu alaykum bro, O'zbekistonga kelish niyat bormi? Iltimos javobingizni kutaman deb javobingizni kutaman dedi. Mana bunaqa so'roqcha tashab qo'ydim. Onlaynga ko'rib ketdi-da. Mana o'rtoqlar, hamma blogerlarga ham yozib chiqdik, buni javobini 24 soatdan keyin ko'rishinglar mumkin. Biza menga ya'ni 24 soat juda asta o'tadi, sizlar uchun bu juda tez. Ya'ni bitta chapak yetadi. 1 2 3. Mana o'rtoqlar, biz ikkinchi kunga o'tdik. Ya'ni biz 24 soatdan keyin javoblarni o'qiymiz degan edik, lekin afsuski biz 24 soat emas, 2 yoki 3 kun bo'lib ketdi. Chunki ishlarim chiqib qoldi, to'g'risini aytsam. Video olishga ulgurmadim. Mana endi videoni bosdik, mana. Endi bizga javob yozgan odamlarni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Birinchi bizga javob yozgan odam o'sha kun yozdi. Bu Islomov Davron. Ko'ramiz mana. Assalomu alaykum bro. Okay, nega 3 oydan beri video chiqarmadingiz yozdik. Va alaykum assalom. Xudo xohlasa sekin sababini tushuntiraman Telegram kanalida deb yozdilar. Biz javob yozib qo'yamiz. Xo'p, rahmat yozib qo'yaylik. Islomov Davron, okay, kattakon rahmat agar videoni ko'rayotgan bo'lsangiz. Islomov Davron birinchi javobni yozgan ekanlar bizga. Javob qaytarganlar, to'g'risini aytsam. Keyingisi o'rtoqlar, bizga javob qaytargan odam yo'q boshqa. Qaranglar. Lekin men o'ylagandan ko'p javob qaytargan eli ko'rgan. Sizlar qaranglar. Bizani Mittimi Ulug'bek aka bor-ku, Mittimi jamoasi Ulug'bek aka ko'rdilar. Assalomu alaykum bro. Okay, Jilimin chaqmoq makini sizdan ham nima dedim? Jilimin chaqmoq makini sizdan ham mashhur bo'lib ketdi deb yozuvdim. Mittimi akaga bular hech qanaqa javob qaytarmadilar, lekin
ko'rdilar. Lekin atvet kelmadi. O'rtalar yana yozib qo'yaman, bularni yana javob qaytarishga harakat qilaman va nima deyapsalar, Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman o'rtalar. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin bu polni shu mashhur insonlarning Telegram kanali lichkasi, Telegram kanalini qo'yib qo'yaman o'rtalar. O'tib bemalol sizlar ham yozib ko'rishinglar mumkin. Hammasini javob qaytarishga harakat qilaman hali. Keyingi ko'rgan odam Nizamo S, bu ham o'sha kuni ko'rdilar birat. Nizamo S'ga yozuvdim. Assalomu alaykum bro. Siz yaqinda Instagramga qo'ygan klipingiz qancha xarajat qildingiz deb yozib qo'ydim. Nimagadir yoqmaganmi yoki javob yozganlar kelmaganmi? Javob yozmaganlar, lekin ko'rganlar. Yana aytyapman o'rtoqlar, shu Telegram kanalimni e'lon qilaman yana. Bular javob qaytarib qolsa, qaytarishga harakat qilaman. Kamol Qahhorovga yozdik. Kamol Qahhorov javob bermadilar. Omonxon Birat ham javob bermadilar. Maqsud ham javob bermadi. O'rtoqlar, Mr. Beast bizani ko'rdi. Qaranglar. Bilet, mana kamera. Bilet, mana ikkita ptichka, ikkita tik bo'ldi. Bizani Mr. Beast ko'rdi, lekin javob qaytarmadi. Bu Ronaldo ham javob qaytarmadi, ko'rmadi ham. Bizlarda javob qaytarganlar va ko'rganlar shular edi o'rtoqlar. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi videogacha hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Telegram kanalimizga o'tib qo'yinglar o'rtoqlar. Yaqinda yangi konkurs qilamiz. 100 ming so'm pul miqdor va VR ochki bor, ana shuni o'ynaymiz. Telegram kanalimizda Steamni o'ynaymiz o'rtoqlar. Keyingi videogacha sog' bo'lasizlar. Sizlardan Aslbek TV bo'ldi. Bye.